Koreyalik kuyov keldi. Ani Hashimika, chiqibdi. Kuyovni ismi nima? Qo'yamasa. Chiroyli ekansiz. Koreyada ishlayapmiz bizga qo'yamasiz. Chiqibdi. Kutasanaka. Kiraylik, harakat. Yo'lla. Kelinni ko'raylik. Qo'yamasajon, bizda kelinni ko'rish pulli. Ko'r mana. Mana. Oshyoy. Qani kuyovlar, qani. Voy, Qo'shmasajon, siz dollarda bering. Voy, yashang. O'tang. Koreyadagi ish nima bo'ldi? Uka hal qildingmi? Kutasanaka. Ko'tasinmas, to'xtasinizmi? Nima yig'laydi bular? Qo'yamasajon, qalin pulni bermaysizmi? Qancha? 2000 dollar. O'zingizni umsinyoz. Sanalgana? Sanalgan. Yaxshi, mayli, kech bo'lmasdan boringlar, baxtli bo'linglar. Avval pulni berasan, keyin o'tasan. Bularda 7 yoshdan 70 yoshgacha pul so'rar ekan. Koreyada yangilik yo'q. Yuring, tez. Yo'q ekanda yangilik ham unda hali. Onasiga qisiring, xolasiga qisiring, artistga qisiring, otasiga. Yozga qistirang. Ulgurmayman. Ko'zingiz ko'rmi? Hay qo'yamasajon, hech xavotir olmang. Mana bizda bavi bor. Kiyimlaringizni toza qilib yuvadi, dog'larni ketkazadi, allergiya chaqirmaydi. Aylanay sizdan 50 dollar. Kimsizlar? Kelinni ko'rish pul, otasiga qalin pul, onasiga pul, unisiga pul, eriga pul. Nima faqat sizlarda pulmi, ha? Nima bo'ldi? Eri bo'ldi. Qara men ham chalaman. Ya og'zingda cho'p. Svistda cholma. Svistda cholsang o'g'ri keladi uyga. Assalomu alaykum. O'g'ri chaqirtirgan ekansizlar, keluvdik. Dastoniy narsalar bormi o'g'irlashga? Biz chaqirtirganimiz yo'q, aka. Kimdir shu uydan svistak chaldi-ku? Bilmayman. Men bilmaganimni bilmayman-da. Men ham bilmayman. Ulan, Ha. ana shu ovqatning mayini qoshingga surt zo'r o'sadi. Yo'q, a? Ha? Sinab surt. Yo'q, astag'firulloh. Kampir! Ha? Men bularning qo'shini qara. Yomon chiqdimi-ya? Zo'rku. Jamila xola ishtoningizni berib turasiz ekan, ayam aytdi. Nimaga? Ana siz egiz tuqqan ekansiz, shunga ishtoningizni opamga kiydirsa, opam ham egiz tug'ar ekan. Voy. Hozir Hanifani qiziga berib yubordim-da. Ishtoningiz bittami? Jalkami bitta sarsiq ishton. Aya choyimda quruqcha tikka turibdi, nima bo'lardi? Mehmon keladi-da. Buni qorni ham bor ekan, bo'g'oz kelyapti deyman. Bular ko'pchilik-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Voy, siz siz kelar ekanda. Sizlar choyga tushgan shamami? Qo'shi kamalak, pirzaboni. Qo'shi kamalak, pirzaboni. Ola o'ynamay ko'rgam. Kechqurun siyib chiqasan. Qo'y o'ynasa o'ynaversin, kampir qiziqsani. Mana lalaku borku. Namlikni saqlaydi, allergiya chaqirmaydi, taglik borligini ham sezmaydi ikkalovi ham. Xotirjam uxlaydi. Qo'shimiz ilishki o'sib ketmayaptimi, uka? Bilmasam, chiroyli turibdi-ku. Ilohi amin. Amin. Qizim kuyov bilan qo'sha qarib baxtli bo'linglar. Amin. Hech qilib bunisidan ham qaytib kelmagin. Bolam, podkastdan tashat. Nimaga? Irimi bor. Borgan joyda tashlay qotadi. Men otayda. Qochinglar. Nima bo'pti? Kuyovning miyasini qattiq chiqib ketibdi. Toshni uribman o'zi ham. Voy, bunisidan ham qaytdi. Qaytmadi. Borishga usbat qilmadi. Yerim menga sani. Qo'shi kamalak feruza
Dastavka olib keluvdi. Siz? Nima? Kim ekan u? Zopa. Uyalmaysanmi? Otang tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Qosh ko'zi qop-qora, sochi jamalak qiz, kelajagi yo'q, tungi kapalak essiz. Einstein. Epstein. O'sha. Uyalmaysizlarmi? Qizingiz tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Puli go'sht deyman. Puli go'sht. Tinchlikmi? Qo'shmachi. Rozopa. Siz uyushtirdingizmi bu uchrashuvni, ha? Siz boylarga qizlarni topib berasiz-da. Topgan hunaringga sani. Pulchoskani qara, sherkalla, Mufassaga o'xshaydi. To'zashum. Kim diyorlar? Kim edi bu qari tullak? Guadalupe'ni onasimi? Yo, bu xozayka bo'lsa kerak, ha? Sut ishni qo'ygan sizlarni. Uyalmaysizmi, xola? Qarisi bor uyni parisi bor deydi. Siz parichga qo'ygansiz. Tavba qiling. Dada? Siz kim bilan? Guadalupe'ni onasi bilan. Yo, nechxonali uyingiz, ona? O'zbeklar bekorga qaynota kelin degan novella olmas ekan. Hayotdan olar ekanda, ha? Sizlar bilasizlar nima yeyishni? Chef lavshasidan yeyapsizlarmi? Buni har xil ta'mi bor-da, ha? Ot go'shtidan indekalik sirligi ham bor-da. Ot go'shtidan yeyapsizlarmi? Kuch bo'ladi-da, ha? Bo'ldi qiling. Bu meni oilam bo'ladi. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Bular meni oyim, bular meni adam, buvim bo'ladilar. Dadam nima qilyapti? Bizanikiga sovchilikka kelgandilar. Bo'ldimi, endi qizinglarni bermaysizlarmi? Beradi, bermay qayerga boradi? Yo, dada bermaydi. Nimaga bermaydi? Onasini sherkalla deb qo'ydim-ku. Hovliqib o'l. Bilmadim. O'xshaydi-da.